O'zbek estradasining primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yana bir bor jamoatchilik e'tibor markazida. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Ammo bu safar yangi qo'shiq yoki konsert emas, balki uning qalbdan chiqqan iqrori katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Eng katta pushaymonim ilmni vaqtida tanlamaganim degan so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib muxlislar va keng auditoriya o'rtasida turli fikrlarni uyg'otdi. Yulduz Usmonova o'z chiqishlaridan birida yoshlikdagi tanlovlari haqida ochiq gapirib, o'sha davrda san'atga sho'ng'ib ketib, bilim olishga yetarlicha e'tibor bermaganini tan oldi. Uning aytishicha, hayot tajribasi ortgan sari inson bilimning naqadar muhim ekanini yanada chuqurroq anglar ekan. Bu iqror oddiy bir afsus emas, balki yoshlarga qaratilgan jiddiy ogohlantirish sifatida ham qabul qilinmoqda. Chunki mashhurlik, shon-shuhrat va muvaffaqiyatga erishgan inson ham vaqtni orqaga qaytarib bo'lmasligini, ayrim imkoniyatlar esa faqat bir marta berilishini ta'kidlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim foydalanuvchilar uning bu fikrlarini qo'llab-quvvatlab, haqiqatni aytish uchun ham jasorat kerak deya izoh qoldirmoqda. Boshqalari esa aksincha, Yulduz Usmonova shunday darajaga yetgan ekan, demak u o'z yo'lini to'g'ri tanlagan degan qarashni ilgari surmoqda. Shu bilan birga san'atkorning bu so'zlari yana bir muhim masalani ko'tardi. Ilm va iste'dod o'rtasidagi muvozanat. Ko'pchilikning fikricha, haqiqiy muvaffaqiyat aynan shu ikki omil uyg'unligida namoyon bo'ladi. Yulduz Usmonovaning ushbu ochiq iqrori ehtimol uning minglab muxlislari uchun oddiy intervyudan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki bu so'zlar ortida hayot tajribasi, yutuqlar va yo'qotishlar bilan to'lgan uzoq yillik yo'l mujassam. Xulosa qilib aytganda, primadonnaning bu fikri nafaqat muhokama, balki saboq ham bo'ldi. Vaqtni qadrlash, imkoniyatlarni qo'ldan chiqarmaslik va eng muhimi, bilim olishdan hech qachon voz kechmaslik. Bu gaplar ayniqsa hozirgi yoshlar uchun katta o'ylanishga sabab bo'ladigan chaqiriq sifatida yangramoqda, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.